Lüksemizi davamlaştırmaz hürmetlik vatandaşım. Soğuk münasibetle uğraşıdın keyin tünce qitim. Stratejik bombardımançı ayrıpalalla 24 saat ciddi halatda turdu. Mavzula xabar 10. ayının 23. gün Velvitor beti dilan qılın. Xabar mındaq başladı. Çavuşan yerim arılığın vaziyeti davamlıq ciddi halatda turğatıdı. Çavuşan dedi ki fakat Amerika bizden hücum nişanımızdır. Amerika matbuatı 22. günü haftanın 1. günü haber kılıp bundaq ko'rsatdi. 22. günü yani haftanın 1. günü haber kılıp bundaq ko'rsatdi. Amerika Hava Armiyası B-52 belgelik bombardımançı aeroplanının soğuk münasebetle uğraşı devredeki 24 saat ciddi halat turuşunu asliga keltirishga tayyorlik qilyapti. Bu demek yadro bomba seplengen bombardımançı aeroplan yugurish yo'lida kun bo'yi buyruq kutib turdi. Belki buyruq topshirib olgan aman derhal havoga ko'tarilib vazifa ijro qiladi deganlikdir. Amerika Havo Armiya shtab boshlig'i David Goldfein bu ishni harbiy ishlar to'rbetiga dalillab berib, bu ish har qanday bir voqeaga yoki bir davlatga qartilgan emas deb ta'kidladi. Bu holat bütün dünya vaziyetinin o'zgarishiga qartilgan. Belki Amerika Havo Armiyasining o'zliksiz taraqqiyotini kapolatga ega qilish uchundir. Bombardımançı aeroplanlarının 24 saat ciddi halatda dijornilik qilishi soğuk münasebetle uğraşı devrede başlangan iş idi. Soğuk münasebetle uğraşı ahırlaşıp dijornilik yoki ciddi halatda turuş 1991 yılı tasdiqlangan, yani bekar qilingan edi. Endilikda yana bir xabar, Prezident Trump qattiq gap qildi. Amerika Çavuşanga taqobil turish tayyorlanib bo'ldi dedi. Mavzuli xabar 10. ayının 22. günü Fransiya Xalqaro radio stansiyasining Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq başladı. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump yakshanba kuni Fox News televiziyasi muxbirining ziyoratini qabul qilganda Çavuşan yadro krizisi to'g'risida yana bir qatim Amerika Çavuşanning tahdidiga taqobil turishga tayyorlanib bo'ldi deb ko'rsatdi. Onundan başqa Prezident Trump muxbir ziyorat qilgan jarayonda Jungoning raisi Xi Jinping bilan alayda munosabati borligini ta'kidlab, balki ikkimizning o'rtasidagi bu xil alayda munosabat Çavuşan masalasini yaxshi hal qiladi deb ko'rsatdi. Prezident Trump, Xi Jinping bilan ikkimizning o'rtasida yaxshi munosabat bor dedi. Çavuşanning yadro qurollari iqtidori Amerika bilan Çavuşanning tirikishish vaziyati Amerikaga tahdid elib kelamdi yo'q deb qo'yilgan savolga javob berganda biz ishga tayyorlik qilib, kishilar tasavvur qilolmaydigan darajaga yetdik. Prezident qo'shimcha qilib yana mundaq ko'rsatdi. Bu jihati agar rostla javob berishga to'g'ri kelsa, sizlar bizning natijalarimizni ko'rib yetganda bundan qo'rqib ketisizlar. Amerika Jungo munosabatining yuzlanishiga qanday qaraydiganligi to'g'risida muxbir savol qo'yganda Prezident Trump Jungoning Çavuşanni embargo qilishga ko'rsatgan tirishchanligiga yuqori baho berdi. Xi Jinping bilan ikkimizning o'rtasida alayda do'stlik munosabatimiz bor. Çavuşan masalasi Jungo kuch chiqarib Amerikaga yordam qildi dedi. Prezident Trumpning nazarida Jungoning roli intayin muhim. Xi Jinping Çavuşanga zo'r ta'sir ko'rsatdi.
New York Vaqt gazetinin xabariga qaraganda sobiq prezident 93 yoshli Carter Çavuşanga berib suhbat o'tkazishga tayyorlik qilib buyruq kutib turibdi. Sizlar shuning diqqat qilyapsiz, hurmatli vatandoshim. Prezident Trump bu yil 4-oyning 7-kuni Florida Aramgoy ko'l bo'yi Aramgoyida Rais Xi Jinping bilan suhbat o'tkazgandan keyingi hozirgi daqiqagacha Rais Xi Jinping yaxshi baho berib keldi, to'g'ri baho berib keldi. İzchil holda munosabatining yaxshi ekanligini ta'kidlab keldi. Bugun yana shunday ta'kidlabdi. Prezident Trump Rais Xi Jinpingni shunday ta'kidlabdi. Biz oraliqda bir so'zli keldikimiz degan edikki, bir davlatning, bo'lib demokratik davlat Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentining ikkinchi bir davlatning rahbarini bu darajada maqtashi yoki uni madiyalishi bu ajoyib bir gap, bu deb birlikcha so'z degan edik. Bu yerda balki prezident Trump diplomatik umidni o'ttirg'a qo'yayotgan bo'lsa kerak. Yani bir taraftan aytganda demokratik bir yo'lga jungo mang'amdi shunda ehtimollikni ham ko'zda tutayotgan bo'lish kerak. Shundaqli jahon vaziyati shu yerga kelayotganda, masalan, jungo Amerika munosabati shu yerga qistab kelayotganda, Rais Xi Jinpingning yaxshi bir yo'l tutishini taklif qilayotgan bo'lish kerak deb shunda faraz qilamiz. Oxirdagi munozara muhokama lehçemizde yoldaşlar bilan o'rtoqlashamiz.